Salom do'stlar, endi keyingi videoni o'zingiz tanlashingiz mumkin ovoz berish orqali. Buning uchun Instagram sahifamizga obuna bo'ling. Do'stimni tug'ilgan kuniga borgandim. Kechki payt soat 11 bo'lgandi. Bazm tugagandan keyin bir-ikki do'stimni uyga olib qo'yadigan bo'ldim. Uzoqroq yo'l edi. 2 soatcha yurdik va nihoyat qishloqqa yetib keldik. Ancha katta qishloq edi. Ko'p aholisi boy badavlat edilar. Yo'limizda bir ko'cha chiqdi. 500 metrlik yo'l. Juda qorong'u va qo'rqinchli yo'l edi. Mashinada bizlar 3 ta edik va dahshatli ko'chadan o'tyapmiz. Men biroz qo'rqqandim, chunki juda qorong'u edi. Atrof bo'lsa daraxtlar va xazonlar bilan to'la. Ko'cha chiroqlari ham yo'q edi. Mashinam chirog'idan boshqa yo'lga yorug'lik tushmasdi. Manzilga ham yetib keldik. Ular bo'lsa uyda qoldi. Men bir o'zim qaytib ketayotgandim. Boyagi yo'ldan boshqasi yo'q edi uyga qaytishga. O'sha dahshatli yo'ldan yurmasdan ilojim yo'q. Nima bo'lsa bo'lsin deb ketaverdim. Yo'lning o'rtasiga keldim. Negadir sovuq qota boshladim. Mashina konditsioner ham yonmagan edi. Keyin birdan bo'ynim salqinlikni seza boshladi. Oynaga qaraganda orqa o'rindiqda kimningdir o'tirganini ko'rib qoldim. Xafa bo'lib o'tirgandi. Ayol ekan, oppoq kiyim kiyib olgan. Ko'zlari bo'lsa qizil. Men qo'rqib ketgandim. Tezlikni oshira boshladim. Mashina motoridan qattiq ovoz eshitilayotgandi. Chunki haddan ortiq tezlikni oshirgandim. Tezlikni pasaytirish kerak bo'lgan yo'llarda ham tezlikni pasaytmadim. Mashinam yerga qoqilayotgandi. Men esa qattiq qo'rqandim. Qo'riqchi xonasiga borib nima bo'lganini aytib berdim. U bo'lsa rostdan ham o'sha ko'chada arvoh bor ekanligini aytdi. Bir kuni mototsiklda bir odam ketayotgan ekan. To'tanish qiz uni to'xtatadi va kasalxonaga olib borib qo'yishni so'raydi. Mototsikl haydovchisi rozi bo'ladi. Kasalxonaga yetib kelganda boyagi mingan qiz yo'q edi. Buni ko'rgan haydovchi esa qo'rqib ketgan. Keyin do'stim ham aytib bergandi. Bir necha yil oldin bir qizni zo'rlab o'ldirib ketilgan ekan. Endi tunda yolg'iz yurmaydigan bo'ldim. Kimnidir olib borib qo'yadigan bo'lsam bitta do'stimni birga olaman. Chunki bunday holatga yana tushishni istamayman.